Qirg'izistonda masjidlar sonini cheklashmoqchi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Qirg'iziston hukumati aholi punktlarida masjidlar, cherkovlar va boshqa diniy obyektlar soniga cheklov joriy qilmoqchi. Hukumat qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. 2021-yilda Qirg'iziston hududida ilgari qurilgan, biroq rasmiy ro'yxatga o'tkazilmagan diniy obyektlarni hisobga olish boshlangan. Shuningdek, 644 ta diniy obyekt ro'yxatdan o'tmay faoliyat yuritayotgani aniqlangan. Bu aholi punktlarida diniy obyektlarning maksimal soni belgilash zaruratini tug'dirmoqda. Hukumatning qaror loyihasiga quyidagi parametrlarga asoslanib diniy binolarni loyihalash taklif qilindi. Qishloqlarda ularning orasida masofa kamida 2 kilometr bo'lishi kerak. Qishloq birgalikda kamida 3 kilometr. Shaharlarda kamida 4 kilometr. Agar loyiha ma'qullansa, bu me'yorlar allaqachon qurilgan diniy obyektlarga tatbiq etilmaydi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.